Aka-uka servisning bugungi mehmoni Net avtomashinasi, ya'ni Made in China. Xitoy elektrokar. Xullas, arqa o'ng tomonida tirqlagan stuk ovozi bilan kelishdi. Tekshirdik. Qilichlarini, hamma vtulkalarini tekshirdik. Hammasi joy-joyida, lekin mana bu bumerangni yechganimizda mana ahvoli. Buni yechamiz, vtulkalarni cho'tkilab yangisiga alishtiramiz. Xo'p, bumerang vtulkalarini yechib oldik. Mana ahvoli. Hoppa. Xudo xolasa topamiz o'ziga tushadiganini. Mana tayyor bo'lgan holati. Xo'p, vtulkamiz o'ziga birga bir tushadiganini topdik. Xudo xolasa kulagini qatiramiz, ballonni qo'yamiz. Tayyor. Shunaqa gaplar. Mabodo sizlarda ham shunaqangi Xitoy mashinami, qanaqadir inomarka tagidan tirqlagan ovozlar sizlarga yoqmayapti turgan bo'lsa, bizni ustaxonamizga olib kelinglar, xudo xolasa ishlaringni zo'r qilib bitkazib berishga biz harakatdamiz. Pastda nomerlar qoldiraman.